Afrikadagi eng katta masjid deyishyapti. Dunyodagi 3-chi katta masjid. Makka va Madinadagi 1-chi, 2-chi bo'lsa, Afrikadagi. Makka va Madinadagi masjidlardan keyin Baytul Haram, Masjid Nabaviy deyishadi. Shundan keyingi eng kattasi. Chiroyli joyda joylashgan shahar biznes markazi bo'lsa, Jazoirda. Bu yerdan kiriladi. Minorasini balandligini. Bu yerni eng katta narsasi bu yanisi minorasi, bu ustun. Bu anavasiga yuvinadigan joyi. Asansir. Fransuz yozganda hamma yo'q. İngilizce yozibdi. Imams Reception Hall, Hall of Honor. Naqsh. Boshqacha usulda-da. Xonasi bo'lsa. Naqsh qanday? Naqshi. Dahshat-a? Maketi ekan. 256 metr dunyodagi eng baland minora. Kirdik shu yerda. Bu umumiy kulturni sentrda qilib qo'yishganda. Bu masjidning imomi xuddi vazir darajasiga ko'tarib qo'yishgan. 150 mingta odam soat. 256 metr. 265 تم؟ هذا فضاء تجاري. هذا الفضاء قاعة الصلاة. هذا الفضاء تجاري به محلات كافيتيريا مطاعم. هنا كان مطعم مقهى مطعم. bitta ovqatlanadigan tijorat qilgan joyda bor ekan. جامع الجزائر ورسالة حضارية تجمع بين الأصالة والمعاصرة بمؤسساته المتعددة ورسالته المتكاملة. يعد هذا الصف أحدث أحداث الجامع في العالم. J harfini DJ qilib yozsa durustlarga o'xshab, chunki D bo'lmasa J deb o'qiydi deb o'ylaydi. Fransuzlarda shunaqa, ruslarga o'xshab. Chiroyli naqshlar. Bu vipsalda kiradigan joy, vipsal. Juda qimmat, katta mablag' sarflab qurilgan masjid. Naqshlari chiroyliligini. Shuni oldi kesak. Bu masjid to'liq ishga tushmagan ekan. Har bitta naqshini mazza qilib ko'rib tursangiz bo'ladi. Boshqa bir naqshlari. Ushlab ko'rmasa hisoblansa to'g'rimi? Atir toshlar qo'yilgan. Kafil-ku bu, kafilga o'xshaydi. Shunaqa naqshlar har yerda bor-da, chiroyli takror naqshlar. Bitta 14 ta oyna to'lib borishi keltirilganda hamma narsa nimadir ma'nosi bor. Qaraganda unaqa zo'rmasdi, lekin oldiga kelsangiz juda chiroyli. Yalt-yalt qiladi. Mana markaziy nima deydi? Naqsh deydimi? Mana bu yerda mana Jami Jazair qo'ygan. Ko'rqish. Oshxonasi kirityapmiz. Yerdan qolganlar kiradi shekilli, odatda odamlar.
Vau, rangi qaranglar, ko'm-ko'k qilibdi. Chiroyli qilishgan. Zo'r rang qilibdi. Yurilar deyishyapti. Kim xayoliga kelibdi shunaqa rang qilish? Misrda eng katta illyustrator deb maqtanishdi. Bu undan ham katta-yu. Masjid nihoyatda katta. 120 ming odam sig'ar ekan. Faktik dunyodagi eng kattasi ham bo'ladi, sababi Makka va Madinadagi masjidlar hozirgi emasku, qadimgi masjidlar. Illyustratsiya 950 kilo ekan. 1000 tonna ekan pashti. Mana uni qarali mehrob qanaqa chiroyli, dahshat chiroyli. Keladi, buni qanaqa endi ko'rsatsa bo'ladi kamerada. Hayotda chiroyli. Usul boshqachada. Qardobadagi masjidda Ispaniya bori shuni olgan deydi. Nimadirlar deb qadimgina Allohning barcha ismlari yozib qo'ygan. Kulli asma Alloh ma. 99 ism berilgan ekan. Bala ayollar o'qiydigan qism tepada ekan, alohida tepada o'qiydi ayollar deyapti. Pastda gilamni ham olay desak mana. Naqadar naqshlar qo'yishgan. Rangi zo'r tanlashibdi. Ranglar uyg'unligi zo'r umuman. Masalan boshqa davlatlarda endi Misrda ham ranglarni adashishadi. Bitta ranglar zo'r. Endi qaranglar, qanaqa tushuntirsa bo'ladi. Ha, o'zingni oldi işte. O'zimiz naqib olamiz endi. Shuni tagidan olamiz. Sakkiz burchakni boshqacharoq qilishibdi-da. 8 ga 2 qo'shib 4 12 qilishibdi. Kichkina 88 ta deyapti. Illyustra deydi, nima deydi? Pastdagisi qandil 375 mingta Swarovski kompaniyasidan olib kelingan qismlardan iborat ekan. Swarovski bitta Qur'on kitoblar qo'yib qo'yishibdi. Xullas, mana sizlarga aytsam, bu dengiz, O'rta Yer dengizi. O'rta Yer dengizida mana quyosh chiqib turibdi, quyosh. Mehrob quyosh bo'lib hammaga nur taratyapti, butun xalqqa. Shunaqa gaplar. Minoras hanisini ham chiroyli qo'yibdi, ko'z qilib. Xullas shunaqa. Tugat shekilli. Selgoh qo'yishdi masjidda yo'l oldin. Qanaqa endi bu kameraga sig'diramiz? Palma daraxti. Ana.
Las borish mumkin emas deyishyapti. Bu konferensiyalar zali ekan. Endi oldindan ruxsat olish kerak ekan. Hozir bitmagan. Ichida savdo joylari, tijoratchilari, nima deydi, oshxona, restoranlar bor ekan. Yoki bo'lar ekan. Chiroyli qilingan yerda. Biz boshlaymiz. Boshdan kirdik. Rahmat deymiz. Qoyil deymiz. Endi toshni sig'maydi. Yaqinroq kelsak, oldida basseyn, fontanni qo'yib qo'yishibdi. Ko'prik, uni dengiz u. Mana uchib yurgan qushlar dengiz qushlari. Chayka. Ko'rsatishyapti. Arxitekturasini qaranglar. Qushlar uchib ketdi. Bu nima bilmadim. Tualetmi bu pastda? Shuna qilishibdi. Va biz shu gumbazning tagida turdik. Ichida, mana shu o'rtada o'qiydigan joy bor. Yo'q, kirmanglar deyishdi. Bu tarafdan keldik-da. Nima yopiq deyishdi, va bostirib kirdik. Shuna qilmasak, bostirib kirmasak ish bitmaydi. Shahar bir chetda joylashgan. Shahar bir chetda ham emas. Asosiy qismidan uzilganda. Masjid bo'lsa, bitta ko'prik. Ko'prikni ana bitta ustunni peshaytirib qo'yib qo'yishgan. Shahar biz yashayotgan taraf. Ko'priklar. Mana bular simboli, shahidlar monumenti. Bu tarafda xuddi shunaqa ko'prik bor edi. Ikkita ko'prik, yo'l tarafga o'tasiz, yo'q dengiz. Shu remont ketyapti menimcha. 265 metr. Oxirida yana dengiz birligi isbot uchun mana kema o'tib ketyapti. Yaxshi qolinglar. Hammaga salom.